Polat direktor o'zingizmi bilasiz? Xislat sizlarning shirkatda ishlayotgani xil bo'lib qoldi. Menimcha u yaxshi ishlayotdi. Ha, yaxshi aka. Ha. Attigina sarda chiqib ketgancha, bir kashti keladi danga. Hatto ba'zi kunlar ko'rishamaymiz. Xislat hamma jihatda bak astoydil bo'libmi xizmatda olimka. Bu jihatdan siz xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Shundoq. Endi ayol kishi emasmi? Yetersizliklardan xoli bo'lolmaydi. Shundoq. Shunga sizga deydiganim uningga ko'proq otidochilik qilib qo'yasiz. Albatta olimka. Bu jihatdan siz xotirjam bo'lsangiz bo'laveradi. Demakchi o'g'lim sizga uningga yaxshi muomala qilyapsiz. Shu yetersizliklar tufaylidan uning yaxshi ko'ngli azor tortib qolmasin deb shunga ishni xotirjam bo'ling olimka. Mayli uning yanında bo'ldi ekanman, u bir azor yeb qolmaydi. Men bunga kapolat beraman. Bu butunlay o'zini kamsitishdan kelib chiqqaysizda. Nima? O'ylab boqmamsiz? Men bo'lsam doktorning ayoli. Xislat acham ham direktorning ayoli bo'ldi. Unda qos nima bo'pti? Tushunmadingizmi? Mo'minkam shu bir tomoq to'shug'chi. Shon Parizatdan terkib ochiqlab ketdi. Bu nima degan gap tomoq to'shug'chi degan? Mo'minkam o'z akamizga o'xshash odam juma. Bir kun bo'lmay boqsin bu o'yinning qazini qaynamdi ekan. Hammamiz Mo'minkamga hurmat qilishimiz kerak. Bunday gaplarni qilib yurmang juma. Hay, men unda demoqchi emas. Siz ayollarni faqat tushunmayotgansiz. Ayollarcha bek obro'yparast keldi. Rana, kumay çıkıpsız o. Sizge yardımcı dedim, olmamda. Talabek soğuk, dükkan kireyim. Aka? Ha? Oy, atdigani noshta qilmayli mengibsan-ku? Do'konga chiqaylik. Bugun degan yakshanba tursa, aka, nimaga bundoq aldirab chiqsa do'konga? Qaysarga azroq bir narsa o'gitib boqay. Ha. Oy, aka, oxir Qaysarga o'gitishni qaror qilibsan-da. Endi nemisini deysa. Bu yosh bolalar bilan kuch elish bo'lanmadim degina. O'ginima deydi. O'ginib baqsin, men o'gitib boqay. Qanchalik o'ginalaydi? Ko'maymizmi? Aka,
senin kararın əzəldən xata болып baxmаған. Mən sana işinimə. Ma'qul, men chiqib kiraman. Arlıqda kirib naştı qilib ketken Cuma? Ha, ma'qul. Ma'qul aka. Otan. Ha. Tağa, Dada. Ha, Qaysar. Rastilla o'rgangan bormi? Faqat mush ishni qilg'im bor dada. Andaqda buni astoydil ko'rib chiq. Bu Vah. So'qmoq yasash prinsipi? Ha, buni ko'rib chiq. Andin uqamagan joylaringni mendan so'rasa, ha? Ma'qul, ishinglarni qilaveringlar. Ma'qul dada. Dada. Nima bo'ldi? Hey, qanchalik yangi ishlatding? Shu 8 xalta Nima? xato bo'lib qolibdimi? Tushib o'tdimmi? Yo'q, kirganingizmi sezmabman. Bundan keyin mendan qutulman deb ham xiyol qilma. Nima? Men sizni yaxshi ko'raman. Nima? Yaratmadingizmi? Boshqani set olaymi? Yo'q. Kechiring. Bu uzuk sal kechikib qoldi. Maylatlik qilmaysiz. Немишқи mendan so'rmay shuncha ko'p yong'oq ishlatding? Dada shu o'zing yong'oq ko'proq bo'lsa so'qmoq o'xshaydi degandek qilganding-ku. Shunda o'simi 8 xalq yong'oq ishlattamsa, muncha ko'p yasib o'tamsa. Oy, aka, qanday qilamiz endi? Yasaydiganni yasab bo'pti. Am baldın ağırını versekmi o'rniga kelmaydi-da. Mush necha kun ichida asta-asta setib etmisinmi? Shu taqa. Bugundan qoldirmay setib et. Dada, azaldan undaq vaqt o'tib qolgan so'qmoqlarni haq setib baqmagan. nima? Hamma nima? Hammini o'zing jiq yasagandan keyin qo'lingdan chiqarib et bugun. Oy aka, bu nimdigina? Buncha bola jiq so'qmoqni Qaysar bir kunda qanday setib olaydi? Shu emasmi tağa? 100 kiloga yaqin so'qmoqni bugun setib bo'g'il bo'lmaydi. Shu. Qara Qaysar. Agar so'qmoqlarni bugun setib etsang, arzuing bo'yicha do'konni sana o'tkazib berma. Aka, Agar setib ololmasang, bugundan boshlab buni o'rganishni to'xtatsa, qanday? Oy, aka Qaysarga bundaq besim qilsang qanday bo'ladi? Ha? Parchalab satsam bir haftada aran setib bo'g'ilgan so'qmoqni sen bir kunda setib bo'lsan, bu Qaysarga adolatsizlik bo'lib qolmamdi? Ha.
Dada, top satsam meyli ma? Ha, o üzerine ihtiyarı. Oy balam, her kanç top satsan mı bu bir günde setip oğlu bulduğun sokmak emes cuma. Ha, Qaysar, apamning degini to'g'ri juma. Sen obdaroq o'ylanib baq. Ma'qul dada. Sen gaping tursanglar, men cho'qim qilaman. Va'dang tursanglar, kasbingga voris qig'inim qilgan. Ma'qul. Sen aldıda bir sınap bak. Qilgan gapni keyin deyshayli, ya. Oy, sen zaten yemek kıvatsa ha? Ne qiptimi? Ay, Qaysar ondaq desam qandaq oldu. Onca ola jıq soqmaqni Qaysar nega apırıp setip bulalaydı bir günde? Hem de dukan açma degendikin. Ziyanның mı təmini tetip baxsın deyim əfqam. Özü sınap baxamadı demesmi? Ben onun qəsdən açda dep koydum. Vay aka. Oy, nemda qaqvaşıp ketkensen, nerede jürüp. Men tek vaxu, Qaysar ugal oldu dep onun gemini yap jürüptüm emesmi? Ha, boptu. Emse sen damağın hemen çık kettim ha? Ey əfqam, çandırıp jüme yana. Vay boludu aka, hatırcan bol. Dilkanның sizlarga bo'lgan sovg'isi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşuki vətib erkin çıxırırsın. Vay neminəng? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Voy, üzgün gecep qarab ketding. Qarab verib sirchib ketmisin yana. Voy, Parizat. Demeydigan gaping yo'q ki. Ma barmog'imga tuyuqsiz taqab, kunlanmayaptimi? Shuning bilan yarashibdimi? Bək yarışıbdı. Yarışıb ütəb ketib qapdı. Albatta yarışdi-da. Men degan kim o? Men degan xislat. O'zini maqtagan birinchi ahmoq. Chidamay qolding, ha? Septin. Hay, dadamchu? Hujursa kirib ketdimi-ki? Dada. Men kirdim, ha? Kızım. Mücazı yok mu? Kızım. Sen soğuk tegib qolgan o'xshaydi. Atigan sara qo'yib olgan. Birdan uxlab olsam yaxshi bo'lib qoladi. Siz ishingizni qilavering. Birdan uxlab olsam. Qaysar aka, hozirgacha qancha patmish so'qmoq setib bo'ldi? Hech qancha emas. Necha payt do'stlar? O'ylaganimdek bo'lmabdi qo'ymsa. Bugun yakshanba bo'g'ishim keyin. Faqat qo'za yo'q xudo. Qachonmi setib bo'lamiz? Tinchlikmi vallah? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Bozor qandaroq? Yaxshi. Tag'amni izlab keldingizmi? Ha, chaqirib qo'yamsiz. Ha, ma'qul. Chaqirib qo'yay. Aka, yoqibsan o? Qaysar. Ha? Tinchlikmi? Aka? Nima ish bo'lgandi? Keldingmi? Dadamchu. Hujursa.
sen? Cesur ketdi-ku, tağamdan mijoz yo'qmikan? Nima? Akamning mijozi yo'qmi? Voy yo'q, ammo shu sal so'g'oq o'tib zukamdab qopdi. Shu jasurni chaqirgandim. Voy, shuningmi odamni besaramjon qilib. Voy, zukam eshitdan toz o'xshdi, birni assam, qilayin yotqanga yo'gini bir uxlab qopsul yaxshi qoldi emasmi? Shundoq. Voy, o'jan. Voy, gap bilan bo'pa unutib ketganimni. Ay, voy, issa. Nima bo'ldi, apa? Voy, talaga chiqamisan? To'xtama, chapulon kiyib ol. Zukamdan to'xtamay. Qacha? Dadam bir ish bo'ldimi? Yo'q, zukamdab qopdi. Nima? Tog'amning mijozi yo'qmikan? Texi boyli yaxshi emasmidi? Bir xilla. Xislat bilan Qaysar tog'amning hujursining oldida turdi. Ha. Hatto Jasurmi yugurib kelibdi. Shundaqmi? Tog'am ig'irroq og'rib qolmagandi, ha? Og'zing tutma. Yo'q, deyman endi shu. Hargiz unda bo'lib qolmasin. Ishqib qandoq o'ylasam bir xil g'alitlik his qilyapman, qaram. Bebe. Ha? Yo'q, kela. Ha, mana hozir borman. Ay, bo'ldi. Boshqacha o'ylanmang. Men tomoq yegingiz kelyapti hozir. Hozir ko'nglim ishimga tatmayapti. Emsi birdam o'tirib turing, men hozir kelaman, bu. Balam. Ha. Sal qizib qolsa, zukamda qon o'xshaysa dada, ha? Shu tunugin talada jiqroq turib qoldim. Uning ustiga oqshom yaxshi uxlayolmadim. Birdan uxlayolsam yaxshi bo'lib qolaman. Jasur, sen chiqib ishingni qilavergin. Bu yerda o'tirsan, ammo ansirab qoladi, ha? Ma'qul. Ben birden uxlab olay. Ma'qul. Uxlab qoldim. Sal turib uxlab uyg'onsa yana bir kirib chiqay. Hammasi mening kasobda. Sen bunda dema. Azroq sovuq tegib qolibdi shu. Doktorxonaga borsak bo'ladimi ya? Aka. Sen qol deyapsan. Voy. Nega? Voy. Buningga yana bir ish bo'ldimi? Bir ish bo'lmay qolamdi. So'qmoq yasayma deb 8 xalt yong'oqni so'qmoq yasabdi. Dadam achchig'ini so'qmoqning hammasini bir taraf qilsa deb vazifa qildi. Qanchalik so'qmoqga? 100 kiloga yaqin. 100 kilo? Hammasi bugun set bo'lamdi-ku? Set bo'lmay qolsa do'kon yo'q bo'ldi. Ha? Shundaqmi? Shu butun kuchimiz bilan tirishmasak bo'lmaydi-ku. Uning ustiga bozor faqat yo'q. Ha, tinchlikmi? Keldingizmi? Dadangiz-chi? Dadangiz qandaroq? Dadamning ahvoli ancha yaxshi emas. Chiqamasam. Sizlar jabot tortyapsizlar. Undaq bo'lsa, mening kelganimni aytib qo'yinglar. Ma'qul, men deb qo'yay. Men chiqay. Avaylabmayam. Qaysar aka, bu adashki silliqroq bo'lsangiz bo'lmamdi.
Ne görsiz? Bu yerni qarab saqlab o'ltasaq, so'qmoqlar azayib qolmaydi. Ot Allah bozorga chiqib boqay. Yaxshimsiz Cüret direktor. Marana. Bugün so'qmoq yeyiniz keldimi? Yaxshimsiz? Adaş qanday ahvoling? Ha, menmi yaxshi. Yaxshi turibamsan? Hey adaş, do'koninglarning savdosi qanday bo'lyapti? Ha, ajab yaxshi-kena. Do'koninglarda so'qmoq yaxshi setilamdi. Vay yaxshimi? Yaxshimsiz? Alım so'qmoq do'koni. Ha. Albatta, zakaz qilsanglar olib beramiz. Qanchalik zakaz qilsiz? 5 kilomi? Ha. Adresingizni yozolay. Ha. Qaysar haqiqatan qaldis keljimu? So'qmoqlarning hammani setib bulayda qapti. Uy. Uy, qancha patnis ishib qapti? 7-8 patnisdak ish qapti. Vay, shuncha so'qmoqdan shunchalik qaptimi? Oy, sizlar uni toza tushunmaysizlar. Uchu qilman deganni qila oladi. Shundoq. Ajab yaxshi bo'pti. Oyg'onmadi da. Men qo'pay. Ha? Ha, qandaroq? Shunda yaxshi uxlabdimi bolam? Sen piyoda o'tirsang-ku. Ha, bugun aramagan